Mana bu retseptimdan keyin siz ko'chadan umuman shashlik sotib olmaydigan bo'lasiz. 50 ming so'mga qiyma olib, 12 ta shashlik tayyorlashni uyda hamma shashlikchilarning sir asrorlari bilan o'rgataman. 50 millik yarim kilo qiymaga 2 ta piyoz cho'rkadan o'tkazib suvlari bilan solamiz, chesnok, 2 bo'lak non, bitta tuxum va albatta LTZ firmani shashlik pripravalari, ozgina tuz va 1 choy qoshiq chayni sodani uksusga o'ldirib qo'shib yuborasizlar. Mana bu shashlikchilarning eng asosiy siri hisoblanadi. Ana o'shanda shashligingiz pishganda kichkina bo'lib yig'ilib qolmaydi. O'rta olovda ikkita tomonini qip-qizil qilib, chiroyli qilib qizartirib olasizlar. Xavotir olmanglar, shashligingiz qandoq bo'lsa shundoq bo'ladi. Ishib, воздушный, yumshoq, sochniy bo'lib chiqadi. Juda ham mazali bo'ladi. Quruq skavorодkaga yoki qozonga shunaqa piyoz tashab, shashlik qovurgan sellarimizni shunaqa quyib yuboramiz. Ustidan qizargan shashliklarimizni qo'yib, 15 minutga past olovda dimlab qo'yasizlar. Bay, buni mazasi og'zingizda qoladi. Обязательно tayyorlab qo'yinglar. Shashligini ko'radiganligi jo'natib qo'yinglar.